bugun men sizlarga qanday qilib beta versiyada Minecraft serveriga kirishni o'rgataman. Videoni boshlashdan oldin videoga bitta like va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bu kanalimiz uchun juda ham muhim. Xullas, birinchi bo'lib nima qilamiz? Birinchi bo'lib sizlarga Microsoft account kerak bo'ladi. Bu siz kirishning umuman imkoniyati yo'q. Mana bu yerda sign in degan tugma chiqishi kerak burchakda. Shunga kirasizlar. Keyin play tugmasini bosganimizdan so'ng servers bo'limiga o'tamiz va bu yerdan ko'rishingiz mumkin turli xil serverlarni topishingiz mumkin. Sizlarga tavsiya berishim kerak bo'lgan server bu CubeCraft, chunki bu Minecraftning rasmiy serveri va hech qanaqa cheaterlar, bamerlar va shunaqa narsalar bo'lmaydi. Playni bosganingizdan so'ng process qilasiz va biroz kutib turishingizga to'g'ri keladi. Bu vaqt juda ham kam va juda ham ko'p bo'lish ehtimollari mavjud. Biroz kutamiz va yana kutamiz. Men ungacha esa sizlarga CubeCraft serveri haqida biroz ma'lumot berishga harakat qilaman. Hozir xo'sh, mana biroz xatolik beryapti. CubeCraft bu dunyodagi eng mashhur, eng yirik Minecraft serverlaridan biri. Bu server ham Java ham Bedrock versiyalar uchun ochiq. Ushbu server haqida bilishingiz kerak bo'lgan asosiy ma'lumotlarni aytib o'tib ulanish ma'lumotlariga keladigan bo'lsak, telefon orqali kirish uchun quyidagilarni bilishingiz shart. Uzr do'stlar, negadir kirmayapti. Odatda kirar edi. Xo'sh, server nomi o'zingiz xohlagancha kiritasiz. Agarda siz o'zi chiqib turadi, agar chiqmaydigan bo'lsa play.cubecraft.net deyishingiz mumkin. Eng mashhur o'yin rejimlariga keladigan bo'lsak, Egg Wars, Sky Wars, Lucky Island, Skyblock, Mine Wars, Tower Defense kabi yirik o'yinlari mavjud. Uni rasmiy hamkorlik Minecraftning serverlari bilan hisoblanadi. Uni sifati juda ham barqaror, anti-cheat hakerlar hech qachon buzib kira olmaydi. Kamchiliklari ping serverda chet elda joylashuv uchun internetingiz biroz past bo'lsa ham ishlamaydi ekan. Uni shunaqa deyishyaptim. Keyin maslahat beradigan bo'lsam, agar do'stlar bilan o'ynamoqchi bo'lsangiz, bir xil partiyaga qo'shilishingizni unutmasligingiz kerak. Xullas, bu tortguncha. Xo'sh, yana qanday ma'lumotlar topsam bo'ladi siz uchun? Xo'sh, yana bir qancha ma'lumotlarga keladigan bo'lsak, tajribalar. Xo'sh, do'stlar уже kiryapti. Xo'sh, CubeCraft serverida va boshqa ko'plab serverlarda juda ham turli xil komandlar mavjud. Internet sal passiv. Hozir. Agar videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, bemalol o'tkazib yuborishinglar mumkin. Masalan, zeriktirmasligim uchun ma'lumot topishga harakat qilyapman, lekin ishlamayapti internet. Google'dan endi topmoqchiman. O'zi aslida lahzalarda kirib ketardi, odatda, biroz ishlamayapti. Wi-Fi qanaqa ishlayapti? Normal. Mana do'stlar bilan o'ynash uchun F-add, F-remove, F-list, F-aspect tugmalarini qilishingiz mumkin. Guruh bo'lib o'ynash uchun partiyalar bor ekan, xabar uchun MCG, oxirgi sizga yozilgan odamga tez javob berish uchun R, yoqmagan berayotgan o'yinchini bloklash, ignore, lobby play line, report, void, turli xil narxlar bor ekan. Kelinglar o'ynaymiz. Xo'sh. Mana do'stlar, serverga yutchinursin qotmaydi. Serverga kirib oldik. Server уже ko'rganlaringdek dahshatli darajada aql bovar qilmas. Mana buni qaranglar sizlar. Prosta bomba do'stlar. Bu server prosta bomba. Xo'sh. Sizlar уже ajdorlar yuribdi do'stlar. Back to spawn qaytish, lobbylar. Dahshat server setting. Bu prosta do'stlar bomba. Kamina ko'p o'ynagan, lekin hech hubga e'tibor bermagan ekanman. Bugun hubga sizlarga ko'rsatib beraman.
Sozlanma biroz o'zgarib qolibdi. Aslida boshqacha o'ynardim. Xabar berish bo'lgan. Social menu. Prosta chiroyli ekan. Prosta bomba do'stlar. Lut. Qiziq, juda ham qiziq. Xo'sh, umuman olganda bu yerlarda yana nima bitta o'yin James. Birinchi rejim do'stlar, qaysi birini o'ynayman? Faram bor ekan. Xo'sh, Distancer. Kelin do'stlar, Bad Wars'ga kirib bir jichcham sorqib beraman. Juda ko'p o'ynayapman. Chunki vaqtimiz chegaralangan. Уже 2-2 ga kiraman, chunki 2 qiziq o'ynayman. Unga bossam kirib ketaman avtomatik. Tez o'ynash. Qolampir. Normal qilasiz. O'zini ochchalaringiz. 5 sekund qoldi, ilk o'yinimiz boshlanar ekan. Tak, to'ppa-to'g'ri internet menda past va mana bu bratishka mendan ko'plik topoladi. Qanday endi qilyapman bu muncha chipini urib qolibdi xullas. Yo bratishka, qandaysiz? O'zbekmisiz, tojikmisiz? O'sha bratishkamiz ketdi lut qilgan. Mendan bir balolar sotib olaychi, bloklarda nimalar bor ekan tak. Xullas do'stlar, men yutishga harakat qilman, prosta sizlar uchun obzor beryapman. Obzor. Bray. Baladishga yomon chaqqon ekan u. Pong o'ynab ketibdi. Men esa ichib olganga o'xshayapman. Короче, qilichimiz ana PPga ketdi. Короче, men sozlanmamas do'stlar, Fovdi amala ko'tarib olishim kerak. Shilik olmaz olamiz, bitdan quyon qilamiz. Bizning juda timdoshimiz yuribdi qaytlardandir. Xullas do'stlar, shu server. Sizlarga ham kirish tavsiya beraman. Sizlar bilan manadim. Tak. Kelib tutqis. Yo, bray. Yana nimasi? Qani bering. Yetmish mana talba qilishdi bilan mayli do'stlar. Sizlar bilan manadim. Endi bu videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolar bundan da qiziq bo'ladi.